Bugun men ko'pchilik pensiyaga chiqqan yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan insonlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap SSR davrida, ya'ni sobiq ittifoq vaqtida texnikumda, institutda, universitetda, bilim yurtida yoki boshqa o'quv muassasasida ta'lim olgan fuqarolar haqida ketmoqda. Ko'p odamlar o'qigan yillari pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishini bilmaydi. Ayrimlar esa hujjatlar bor bo'lsa ham ularni umuman taqdim etmagan. Natijada pensiya miqdori kutilgandan kam chiqadi yoki ayrim imtiyozlardan foydalanilmay qoladi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz, qarindoshimiz yoki tanishimiz bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bugun oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida eng muhim jihatlarni birma-bir ochib beraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensiya masalasida faqat ish staji muhim deb o'ylaydi. Ya'ni odam zavodda ishlaganmi? Maktabda dars berganmi? Shifoxonada mehnat qilganmi? Kolxozda ishlaganmi? Korxonada hisobchi bo'lganmi? Shular asosiy deb qaraladi. Albatta, ish staji pensiya uchun juda katta ahamiyatga ega, lekin ayrim davrlar bor. Ular to'g'ridan-to'g'ri ish bo'lmasa ham pensiya hisob-kitobida e'tiborga olinishi mumkin. SSR davrida juda ko'p odamlar o'qishga davlat yo'llanmasi bilan kirgan, stipendiya olgan. O'qishni tugatgach taqsimot bo'yicha ishga yuborilgan. Masalan, bir kishi 1970-yilda pedagogika institutiga kirgan, 1903 yilda tugatgan, keyin qishloq maktabiga o'qituvchi qilib yuborilgan. Yoki boshqa bir kishi 1980-yilda tibbiyot bilim yurtida o'qigan, keyin hamshira bo'lib ishlagan. O'sha davrda ta'lim va mehnat faoliyati bir-biri bilan chambarchas bog'liq edi. Shuning uchun ayrim holatlarda o'qish yillari, ayniqsa kunduzgi ta'lim, umumiy mehnat yo'li va pensiya huquqlarini aniqlashda muhim bo'lib qoladi. Hozir nima o'zgardi? Aslida odamlar uchun eng katta o'zgarish qonun matnining o'zida emas, balki amaliyotda hujjatlarni tekshirish, arxiv ma'lumotlarini aniqlashtirish, eski diplom va ma'lumotnomalarni qayta ko'rib chiqish masalasida bo'lmoqda. Pensiya organlari hozir hujjatga qaraydi. Og'zaki gap. Men o'qiganman, mening kursdoshlarim biladi. Men institutda 5 yil bo'lganman degan gaplarning o'zi yetarli bo'lmaydi. Hujjat bo'lsa, masala ko'riladi. Hujjat bo'lmasa, arxivdan tasdiqlash kerak bo'ladi. Mana shu joyda syurpriz boshlanadi. Kimdir o'qigan yillarini tasdiqlab, pensiyasiga ta'sir qiladigan holatni aniqlashi mumkin. Kimdir esa aksincha, o'ylaganidek hamma o'qish yillari avtomatik tarzda qo'shilmasligini ko'radi. Yana kimdeski diplomida, mehnat daftarchasida yoki arxiv ma'lumotida xatolik borligini bilib qoladi. Masalan, familiya bir harf bilan boshqacha yozilgan, o'qishga kirgan yil ko'rsatilgan, lekin tugatgan yil yo'q yoki kunduzgi bo'lim emas, sirtqi bo'lim deb qayd qilingan bo'lishi mumkin. Ana shunday mayda ko'ringan nuanslar pensiya masalasida katta rol o'ynaydi. Men birinchi navbatda shuni aytaman. SSR davrida ta'lim olgan har bir pensioner o'z hujjatlarini bir marta tekshirtirib qo'yishi kerak. Bu degani hamma odamning pensiyasi albatta oshadi degani emas. Lekin tekshirmasdan turib, menga baribir hech narsa tegmaydi deyish noto'g'ri. Pensiya hisob-kitobi juda hujjatli soha. Birgina tasdiqlangan davr. Birgina topilgan ma'lumotnoma, birgina to'g'ri yozilgan arxiv javobi ayrim vaziyatlarda odamning pensiya huquqini aniqlashda yordam beradi. Kimlar ko'proq e'tibor berishi kerak? Birinchi guruh kunduzgi ta'limda o'qiganlar. Masalan, texnikum, institut, universitet, pedagogika bilim yurti, tibbiyot bilim yurti, qishloq xo'jaligi instituti, politexnika instituti, savdo texnikumi, madaniyat bilim yurti kabi muassasalarda kunduzgi bo'limda o'qiganlar. Ikkinchi guruh o'qishni tugatgach darhol ishga yuborilganlar. Bu holatda mehnat daftarchasida o'qishdan keyingi ishga kirish sanasi juda muhim. Uchinchi guruh diplom bor, lekin mehnat daftarchasida o'qish davri qayd qilinmagan pensionerlar. To'rtinchi guruh pensiyaga chiqqanda eski hujjatlarni topshirmagan, faqat mehnat daftarchasi bilan cheklanganlar. Endi real misollar bilan tushuntiraman. Faraz qilaylik, Nodira opa 1978 yilda tug'ilgan. U 1976 yilda tibbiyot bilim yurtiga kirgan, 1979 yilda tugatgan, keyin tuman kasalxonasida hamshira bo'lib ish boshlagan. Pensiyaga chiqqanda u faqat mehnat daftarchasini bergan, diplom nusxasini esa uyda qoldirgan. Mehnat daftarchasida 1979 yildan ish boshlangan, lekin 1976
1979 yillardagi o'qish davri alohida ko'rsatilmagan. Agar qonunchilik va amaldagi tartib bo'yicha uning o'qish davri tasdiqlanishi kerak bo'lsa, u diplom, arxiv ma'lumotnomasi va o'qish shakli haqidagi hujjatni taqdim etishi mumkin. Bu uning umumiy hisob kitobida muhim bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi misol, Karim aka 1975 yilda tug'ilgan. U 1973 yilda maktabni tugatgan, 1974 yilda Politexnika institutiga kirgan, 1979 yilda tugatgan. Lekin u o'qish davrida kechki bo'limda o'qib, bir vaqtning o'zida zavodda ishlagan. Bunday vaziyatda eng asosiy narsa ikki xil davrni aralashtirib yubormaslik. Agar u zavodda rasman ishlagan bo'lsa, ish davri mehnat staji sifatida alohida bor. O'qish esa boshqa masala. Bir davrni ikki marta hisoblash mumkin emas. Shuning uchun hujjatlar tekshirilganda o'sha yillarda u kunduzgi talaba bo'lganmi? Kechki bo'limdami? Sirtqi bo'limdami? Ish haqi olganmi? Mehnat daftarchasida yozuv bormi? Hammasi aniqlanadi. Uchinchi misol. Saodat opa 1987 yillarda pedagogika institutida kunduzgi bo'limda o'qigan. Diplomida hammasi joyida. Lekin familiyasi o'qish vaqtida boshqa bo'lgan. Turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan. Pensiya jamg'armasiga hujjat topshirganda diplomdagi familiya bilan pasportdagi familiya mos kelmaydi. Bu yerda muammo hal bo'lmaydi degani emas. Nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat zarur bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi taqdim etiladi. Aks holda mutaxassis hujjat aynan shu odamga tegishli ekanini tasdiqlay olmaydi. To'rtinchi misol. Bahrom aka qishloq xo'jaligi texnikumida o'qiganini aytadi, lekin diplomi yo'qolgan. U endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. O'quv muassasasi hozir mavjud bo'lmasa ham uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Viloyat arxivi, tuman arxivi. Oliy ta'lim muassasasining huquqiy vorisi yoki tegishli vazirlik tizimidan ma'lumot so'raladi. Arxiv ma'lumotnomasida o'qishga kirgan sana, tugatgan sana ta'lim shakli, mutaxassislik va diplom raqami ko'rsatilsa, bu juda muhim dalil bo'ladi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqishda barcha hujjatlarni to'liq topshirgan bo'lsangiz, pensiya hisob kitobi varaqasida o'qish davri ko'rib chiqilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari joyida bo'lsa, unda vahimaga tushish shart emas. Lekin men baribir pensiya ishining nusxasi yoki hisob kitob asoslari bilan tanishib chiqishni maslahat beraman. Chunki ayrim insonlar hammasini berganman deb o'ylaydi. Lekin amalda diplom nusxasi papkada bo'lmaydi yoki o'qish shakli ko'rsatilmagan bo'ladi. Men tomoshabinlarga eng muhim jihatni alohida tushuntirmoqchiman. O'qish davri har doim ham avtomatik tarzda pensiyaga qo'shilmaydi. Bu masala mamlakatdagi amaldagi qonunchilik, pensiya tayinlangan vaqt, ta'lim shakli, ta'lim muassasasining turi. Hujjatlarning to'liqligi va ayrim maxsus shartlarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun internetda hammaning pensiyasi oshadi. SSR davrida o'qiganlarga pul beriladi. Falon yil o'qiganlar darhol qayta hisoblatadi degan sarlavhalarga ko'r-ko'rona ishonmang. Men ekspert sifatida aytaman, har bir ish alohida tekshiriladi. Birinchi nozik nuqta: kunduzgi, sirtqi va kechki ta'lim farqi. Kunduzgi ta'limda odam odatda asosiy vaqtini o'qishga bag'ishlagan. Sirtqi ta'limda esa ko'pincha odam ishlagan va vaqti bilan sessiyaga borgan. Kechki ta'limda ham ish bilan o'qish birga bo'lishi mumkin. Pensiya hisobida mana shu farq muhim. Masalan, bir odam 1980-1985 yillarda sirtqi bo'limda o'qib, shu yillarda korxonada to'liq stavkada ishlagan bo'lsa, asosiy dalil mehnat daftarchasidagi ish yozuvi bo'ladi. O'qish davri qo'shimcha tarzda alohida natija bermasligi mumkin. Lekin kunduzgi o'qigan, ishlamagan, keyin mutaxassisligi bo'yicha ishga kirgan odamda vaziyat boshqacha baholanadi. Ikkinchi nozik nuqta: hujjatdagi sanalar. Odamlar ko'pincha men 5 yil o'qiganman deydi. Lekin hujjatda 1 sentyabr 1978 yildan 30 iyun 1973 yilgacha deb yozilgan bo'lishi kerak. Agar faqat diplom berilgan sana bo'lsa, bu yetmasligi mumkin. Chunki diplom 1973 yil iyulda berilgan bo'lishi mumkin, ammo o'qishga qachon kirgani ko'rsatilmagan. Arxiv ma'lumotnomasi aynan shu uchun kerak. U o'qish davrini aniq sanalar bilan tasdiqlaydi. Uchinchi nozik nuqta: o'qishdan haydalish, akademik ta'til. Boshqa institutga ko'chish. Masalan, bir kishi 1907 yilda institutga kirgan, 1909 yilda akademik ta'til olgan, 1960 yilda qaytgan, 1963 yilda tugatgan. Bunday holatda umumiy 1977-1973 deb yozish yetarli emas. Qaysi davrda haqiqatan talaba bo'lgan
qaysi davrda ta'til bo'lgan, qaysi davrda ishlagan hammasi aniqlanadi. Yana bir misol. Talaba bir texnikumdan boshqasiga ko'chgan bo'lsa, ikkala o'quv muassasasidan ham ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. 4-nozik nuqta. Harbiy xizmat bilan o'qish oralig'i. Ba'zi erkaklar maktabdan keyin institutga kirgan, keyin armiyaga chaqirilgan, qaytib kelib o'qishini davom ettirgan. Bu holatda harbiy bilet xizmat davri, o'qishga qayta tiklangan sana, diplom ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Hujjatlar orasida uzilish bo'lsa, pensiya mutaxassisi qo'shimcha tasdiq so'rashi tabiiy. 5-nozik nuqta. Boshqa respublikalarda o'qiganlar, SSRA davrida ko'p yurtdoshlarimiz Moskva, Leningrad, Kiyev, Minsk, Novosibirsk, Olma-Ota, Frunze, Dushanbe yoki boshqa shaharlarda o'qigan. Hozir bu davlatlar boshqa yurisdiksiyada bo'lishi mumkin. Arxiv so'rovi ko'proq vaqt oladi. Lekin bu imkonsiz degani emas. Diplom, talabalik guvohnomasi nusxasi, buyruqdan ko'chirma arxiv ma'lumotnomasi, tarjima va notarial tasdiq talab qilinishi mumkin. Ayniqsa hujjat rus tilida bo'lsa, ayrim idoralar tarjima so'rashi mumkin. Ayrim holatda esa eski rus tilidagi hujjat qabul qilinadi. Buni joyida aniqlash kerak. Men amaliyotda ko'radigan birinchi xato, odamlar hujjatni oldindan tekshirmaydi. Pensiyaga chiqishga bir oy qolganda papkani ochadi. Qarasa diplom yo'q, mehnat daftarchasida xato bor. Arxidan javob olishga esa vaqt kerak. Shuning uchun men yerim egim 5 yoshdan oshgan ayollar va 6 yoshga yaqinlashgan erkaklarga hujjatlarni oldindan tartibga solishni maslahat beraman. Agar odam allaqachon pensiya bo'lsa ham kech emas. Hujjatlarni qayta ko'rib chiqish mumkin. Ikkinchi xato, faqat diplom yetarli deb o'ylash. Diplom muhim, lekin u har doim ham o'qish davrini to'liq tasdiqlamaydi. Diplomda mutaxassislik va berilgan sana bor. Ammo o'qishga kirgan sana bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun arxiv ma'lumotnomasi ko'proq kuchli dalil bo'ladi. Unda falonchi falon yildan falon yilgacha kunduzgi bo'limda o'qigan degan aniq jumla bo'lsa, masala ancha osonlashadi. Uchinchi xato, familiya, ism, ota ismidagi farqlarni e'tiborsiz qoldirish. Masalan, pasportda Muhammad Ali, diplomda Muhammad Ali, mehnat daftarchasida amma Aliyev deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bir qarashda bu mayda narsa. Lekin huquqiy hujjatda mayda xato katta savol tug'diradi. Agar hujjatlar bir shaxsga tegishli ekanini tasdiqlash qiyin bo'lsa, qo'shimcha hujjatlar ba'zan sud orqali faktni belgilash talab qilinishi mumkin. 4-xato. Pensiya organiga og'zaki borib, og'zaki javob bilan qaytish. Men doim aytaman, muhim masalada yozma murojaat qiling. Og'zaki suhbatda bo'lmaydi deyishlari mumkin. Lekin yozma murojaatda siz aniq hujjatlarni ilova qilasiz. Aniq savol berasiz va rasmiy javob olasiz. Rasmiy javob keyingi harakatlar uchun asos bo'ladi. Agar javobga rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. 5-xatoba. Internetdagi umumiy gaplarni o'z holatiga to'g'ridan-to'g'ri qo'llash. Masalan, bir viloyatda bir odamning pensiyasi qayta hisoblangan bo'lsa, bu avtomatik ravishda hamma uchun shunday bo'ladi degani emas. U odamning hujjatlari, ish staji, o'qish shakli, pensiyaga chiqqan sanasi, qonunchilikdagi holatlari boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun men sizga umumiy qoidani emas, o'z papkangizni tekshartirishni maslahat beraman. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, uyda bor hujjatlarni yig'ing. Diplom, attestat, talabalik guvohnomasi, harbiy bilet, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa, shu haqdagi hujjat, eski buyruq nusxalari, yo'llanma, taqsimot qog'ozi, arxiv ma'lumotnomalari hammasini alohida papkaga soling. Hujjatning asli bo'lsa yaxshi, nusxasini ham tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, o'qish davrini jadval qilib yozing. Masalan, 1976 yil sentyabrda tibbiyot bilim yurtiga kirganman. 1979 yil iyunda tugatganman. 1979 yil avgustda kasalxonaga ishga kirganman. Shunday oddiy yozuv sizga ham, mutaxassisga ham vaziyatni tushunishga yordam beradi. Agar o'rtada tanaffus bo'lgan bo'lsa, uni ham yashirmang. Chunki yashirilgan ma'lumot keyin baribir hujjatda chiqadi va ishni murakkablashtiradi. 3-qadam. Diplomda o'qish shakli ko'rsatilganini tekshiring. Kunduzgi, sirtqi, kechki degan qayd bormi? Agar yo'q bo'lsa, arxivdan aynan ta'lim shaklini tasdiqlovchi ma'lumotnoma so'rang. Murojaatda shunday yozish mumkin. Menga falon yildan falon yilgacha falon o'quv muassasasida o'qiganim, ta'lim shaklim, o'qishga qabul qilingan va o'qishni tugatgan sanalarim haqida arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Bu oddiy jumla, lekin juda foydali.
To'rtinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Agar siz allaqachon pensioner bo'lsangiz, pensiya ishimdagi hujjatlarni o'qish davrim bo'yicha qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozma ariza bering. Arizaga diplom nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, pasport nusxasi, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi nusxasini ilova qiling. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bittasini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. 5-qadam. Agar hujjatingiz boshqa davlat arxivida bo'lsa, oldindan vaqt rejalashtiring. Bunday so'rovlar bir necha hafta yoki bir necha oy davom etishi mumkin. O'quv muassasasining hozirgi nomini aniqlang. U qaysi universitetga qo'shilgan, qaysi arxivga hujjat topshirgan, internetdagi rasmiy sayti bormi, elektron pochta manzili bormi, shularni tekshiring. Murojaatda pasportdagi hozirgi ma'lumotlaringiz bilan birga o'qish davridagi familiyangizni ham yozing. 6-qadam. Javobni diqqat bilan o'qing. Agar pensiya organi hisobga olinmaydi desa, sababini yozma ravishda ko'rsatish kerak. Sabab qonunning qaysi normasiga, qaysi hujjat yetishmasligiga yoki qaysi shart bajarilmaganiga bog'liq bo'lishi mumkin. Bo'lmaydi degan. Siz sababni bilsangiz, keyingi qadamni to'g'ri tanlaysiz. Qo'shimcha hujjat olib kelasizmi? Yuqori organga shikoyat qilasizmi? Yoki yurist bilan maslahatlashasizmi? 7-qadam. Pensiya hisob kitobini tekshirtiring. Ba'zida masala faqat o'qish davrida emas, balki ish haqi ma'lumotlarda, stajdagi uzilishlarda, bolani parvarishlash davrida, harbiy xizmatda yoki boshqa davrlarda ham bo'lishi mumkin. Agar siz baribir pensiya ishingizni qayta ko'rayotgan bo'lsangiz, barcha asosiy davrlarni bir yo'la tekshirtirish maqsadga muvofiq. Lekin har bir da'vo hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Men yana bir bor ta'kidlayman. Hech kimga oldindan sizning pensiyangiz aniq oshadi deb va'da bermayman. Chunki bunday va'da mas'uliyatsizlik bo'ladi. To'g'ri yondashuv shunday. Hujjatlarni yig'amiz, o'qish davrini aniqlaymiz, qonunchilikka mosligini tekshiramiz, pensiya organiga yozma murojaat qilamiz, rasmiy javob olamiz. Ana shundan keyin xulosa qilinadi. Agar sizning o'qish davringiz pensiyaga bevosita ta'sir qilmasa ham, hujjatlarni tartibga solish baribir foydali. Chunki kelajakda boshqa ijtimoiy to'lovlar, imtiyozlar, mehnat faoliyatini tasdiqlash, mukofotlar yoki huquqiy masalalarda eski hujjatlar kerak bo'lib qolishi mumkin. Ko'p odamlar hujjatni faqat muammo chiqqanda qidiradi. Men esa oldindan tartibga solishni tavsiya qilaman. Yana bir nozik masala. Agar o'quv muassasasi yopilgan bo'lsa, vahima qilmang. SSR davridagi ko'plab texnikumlar, bilim yurtlari, institutlar nomi o'zgargan, birlashtirilgan yoki boshqa tashkilotga aylantirilgan. Hujjatlar odatda arxivga topshiriladi. Siz mening texnikumim endi yo'q deb qo'l siltamang. Aksincha, viloyat arxivi, tuman arxivi, oliy ta'lim muassasasining huquqiy vorisi yoki tegishli vazirlikdan izlang. Ba'zan bitta to'g'ri so'rov butun masalani hal qiladi. Agar hujjatlarda jiddiy xato bo'lsa, masalan ism boshqa, tug'ilgan sana boshqa yoki diplomdagi shaxsiz ekaningizni oddiy hujjatlar bilan isbotlab bo'lmasa, sud orqali yuridik faktni belgilash kerak bo'lishi mumkin. Bu qo'rqinchli eshitiladi, lekin amaliyotda bunday ishlar uchraydi. Bunda sizga hujjatlar, guvohlar, arxiv javoblari, eski pasport nusxalari, nikoh guvohnomasi yoki boshqa dalillar yordam beradi. Bunday vaziyatda malakali yurist bilan maslahatlashgan ma'qul. Demak, SSR davrida ta'lim olgan pensionerlar uchun eng katta syurpriz shundaki, eski o'qish yillari, diplomlar, arxiv ma'lumotlari va ta'lim shakli bugungi pensiya masalasida kutilmaganda muhim bo'lib chiqishi mumkin. Kimdir bundan foyda ko'radi, kimdir hujjatdagi xatoni topadi. Kimdir esa o'z holatida o'qish davri ta'sir qilmasligini bilib oladi. Lekin eng yomon yo'l bu umuman tekshirmaslik. Men sizga mutaxassis sifatida shuni maslahat beraman. Hujjatlaringizni bugunoq ko'rib chiqing. Diplom va arxiv ma'lumotlarini tekshiring. Pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling va rasmiy javob oling. Agar ota-onangiz yoki yaqinlaringiz SSR davrida o'qigan bo'lsa, ularga ham shu videoni ko'rsating. Sizning oilangizda shunday holat bo'lganmi? O'qish davri pensiya hisobida muammo tug'dirganmi yoki aksincha yordam berganmi? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarda ham pensiya, imtiyozlar va hujjatlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib beraman.